Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Faxsh tush ko'rsa nima bo'ladi? Agar siz faxsh jinsiy mazmundagi tush ko'rgan bo'lsangiz, buning yagona aniq ma'nosi yo'q. Turli nuqtai nazarlar mavjud. Islomiy qarashda ba'zi faxsh tushlar shaytondan deb qaraladi va ularga alohida ma'no berilmaydi. Bunday tushdan keyin chap tomonga 3 marta yengil puflashga o'xshash harakat qilish, Allohdan panoh so'rash va tushni boshqalarga aytmaslik tavsiya etiladi. Psixologik nuqtai nazardan bunday tushlar insoniyat his-tuyg'ulari, stress, xohish istaklari yoki kundalik taassurotlarning aks etishi bo'lishi mumkin. Ular albatta real hayotdagi niyat yoki xarakterni anglatmaydi. Faxsh tush ko'rgandan keyin ma'ni chiqib ketgan bo'lsa, bu tabiiy fiziologik holat hisoblanadi. Bunday holatdan keyin g'usl qilish lozim bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Videomizga layk bosishni esdan chiqarmang. Rahmat.